Gentra mashinasini amortizatorlarini yechyapmiz. Sababi mashina jostki bo'lib qolgan. Nima uchun? Amortizator chashkasiga mana bunaqa дополнительный rezinka qo'yib yuborishgan. Bunaqa дополнительный rezinka qo'yib beramiz aka, mashinangiz yumshoq bo'lib qoladi. Mana bitta bunaqa zazor bo'lib qoladi-da o'zi aslida, ozgina. Mana shu zazoringiz yo'q qoladi deb aytadi. To'g'ri, zazor yo'q qolishi mumkin, lekin u zazor sizlarga zarari yo'q. Даже yangi Gentralarda ham bo'ladi unaqa zazor. Mana bunaqa qo'yib berishadi. 25 ming, 30 ming ustaqaqlar bilan 80 ming, 100 ming pulingiz olish mumkin. Bunaqa narsa hech qachon qo'ydirib o'tirmang. Bu mumkin emas. Foydasi ham yo'q. Naborot mashina jostki bo'lib qoladi, chunki mana shu Gentra o'zi yumshoq bo'lgan. Yangi balon taqib, balon taqayotganda mashinasidan qo'yib yuborishgan ekan. Mashinasidan qo'ygandan keyin mashina jostki bo'lib qolgan. Конечно, jostki bo'ladi, chunki bu narsa mashinani jostki qiladi, sovuqda bu rezinka qotib qoladi-da, rul burilganda g'ichir qilgan ovozlar keladi. Shu bunaqa narsa qo'ydirib o'tirmanglar umuman.